hamma insonlar qatori baxtli bo'lishni xohlayman. Turmushga chiqadigan insonimni baxtli qilib, chin ko'ngildan xizmatini qilib, roziligini olish. Hamma ayollar qatori baxtli bo'lishni xohlayman. Yolg'izlik faqat Allohga, bandasiga emas. Assalomu alaykum hammaga. Bobojonimizga turmushga chiqish uchun keldim. Assalomu alaykum hammaga. Azizlar, hammalaringiz sog' salomatmisizlar, omonmisizlar? Do'stlar, bilasizlar, Hadicha singlimiz Bobojon o'z kanaliga, ya'ni turmushga chiqgani, kelgan. Kecha videosini chiqardik. Bir 30 kishiga yaqin nomzodlar chiqdi. Yoshlari katta bo'lganligi sababli xullas video lavha tashlagan, bu kishiga to'g'ri kelmadi. Bugungi videomizni chiqarishimizning asosiy maqsadi hali tengini topgani yo'q deb sizlarga video lavha jo'natyapmiz. Do'stlar, eslatib o'tamiz. Bizga 95 lik kodi bilan 857 87 00 raqamimizga faqat Telegramga o'zingizni videoga olib jo'natishingiz kerak. Mana bu qizni ko'ryapsizlar. Endi bu qiz ham kimga turmushga chiqishini yoki qaysi oilaga kirib borishini ko'rish kerak. Telefonda olasiz, mana shunday assalomu alaykum Bobojon o'z kanaliga men uylanmoqchiman, men bolamni uylantiraman degan videolarni o'zingizni videoga olib Telegramimizga video jo'natib berasizlar. Juda ko'pchilik bizga telefon qilishyapti, SMS yozishyapti, голосовой qoldiryapti. Biz ularni hammasiga javob berishga vaqtimiz yetmaydi. Sabab telefon raqamimiz keng ommaga tarqalib ketgan, minglab odam chiqadi. U chiqgan bilan biz uni ko'ra olmaymiz. Shu uchun haqiqatdan uylanaman degan yoki kelin qilaman degan inson o'zingizni videoga olingda, bizni Telegram manzilimizga jo'natib bering. Endi hayajon yo'qmi? Endi gaplashamizmi? Gaplashamiz. Marhamat, fikrlarni aytamiz. Bobojonimizga turmushga chiqish niyatida keldim. Qanday insonga turmushga chiqmoqchisiz? Sog'lom inson bo'lsa yaxshi. Agar sog'lig'ida imkoniyati cheklangan inson bo'lsa ham turmushga chiqishga roziman. Xullas, mana meni nogironlik aravachasida yuribman. Xuddi menga o'xshagan inson agar uylanaman desa yoki kelin qilaman desa, turmushga chiqasizmi, yo'qmi? Mana shunday murojaatlarimiz bizda ko'p. Shuning uchun o'zingiz og'zingiz bilan o'zingiz gapirib bering. Albatta turmushga chiqqan bo'lardim. Alloh roziligi uchun turmushga chiqqan bo'lardim. Hozir hayajon bo'lyapti-ya? Ha. Xullas, do'stlar, yangi ko'rayotganlar bo'lsa, ko'pchilik bilishadi, yangi ko'rayotganlar bu qanaqa video deydigan insonlarga 5 yildan oshdi mana Bobojon o'z kanalida qancha to'ylar qildik. Agar yangi ko'rayotganlar bu kanalga tanishaman deganlar YouTube'ga kirib Bobojon o'z to'ylari desangiz, biz mana shu O'zbekistonning barcha viloyatlaridan ota-onalar masjidga farzandlarini, ya'ni qizlarini, o'g'illarini olib kelib videoda ishtirok etganlar. Ular videoda ishtirok etgandan keyin boshqa insonlar ko'rib, o'sha uylanishini yo turmushga chiqishini fikrini bizga bildirganlar. Ular kelib ko'rishganlar. Mana shu xonadonda bir necha qancha insonlarning 5 yil davomida to'ylari bo'lgan. Shu to'ylarning ichida o'zimiz ham o'sha ko'p to'y bo'lganligi sababli o'zimiz ham bilmaymiz. Qachonki men palonchaman, men mana shu yerda to'y bo'ldim deb agar videosini tashlamasa, biz shuni ham eslolmaymiz. Chunki bu gaplarni eslatib o'tyapman, murojaatlar juda ko'p. Bizga baribir o'sha ko'pchilik telefonga aloqaga chiqishyapti, голосовой SMS yozishyapti. SMSni men bu kishiga ko'rsatganim bilan kimga tegishligi SMSda bilinmaydi, голосовойda yoki telefon qilganingizda bilinmaydi. Shu uchun mana takroran eslatib o'tyapmiz sizlarga. Kim uylanaman desa yoki kimdir turmushga chiqaman, kimdir qanday maqsadi bor, qanday murojaati bo'lsa, o'zingizni videoga oling. Bizga tegishli mavzu bo'lsa, navbat bilan albatta sizga javob qaytaramiz. Agar bizga tegishli bo'lmagan mavzuga uzr deb biz u kishiga javob qaytaramiz, bizni bezovta qilmang deb. Bilasizlar, bizda o'sha imkoniyati cheklangan opa-singillar, aka-ukalar hamda sog'lomlar ham ishtirok etishi mumkin. Bizning vazifamiz faqat videodan yoritib berishdan iborat. Videoni yoritganimizdan keyin tengi chiqsa, biz to'ylarni har doimgidek to'ylar sizlarga ko'rsatib boraveramiz.
bugungi mavzu bu kishi turmushga chiqmaganligini mana aytib o'tdik. Xullas hozir o'zi hayajon bo'lyapti. Necha yoshgacha turmushga chiqasiz? Ana shuni ham aytib o'ting. 33 yoshdan 45 yoshgacha yoshi bo'laveradi. Qaysi viloyatlardan ko'proq nomzod chiqsin, qaysi viloyatlardan nomzod chiqmasin? Mana ayting. Qaysi viloyat bo'lsa ham taqdirim bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa, tushungan, o'tmishimni yuzimga solmaydigan, tushunib yashaydigan inson bo'lsa, turmushga chiqishga rozi bo'laman. Toshkentdan, Vodiydan, yana boshqa viloyatlardan ham murojaat qilishlari mumkin. Ko'proq Vodiydan bo'lsa, shundaymi? Vodiydan ham bo'ladi. Yoshi necha yoshgacha bo'ladi endi? O'zim 33 yoshdaman, 33 yoshdan 45 yoshgacha bo'laveradi. Bo'laveradi. Endi bizga ko'p mana bu nogironlik aravachasida bo'lgan insonlar murojaat qilishgan, akalarimiz, ukalarimiz. Endi onaga hamma farzand azizda. Xuddi shunday onalarimiz yoki mana shunday nogironlik aravachasida o'tirgan aka-ukalarimiz murojaat qilsa, siz turmushga chiqasizmi yo shunday insonlarga chiqmaysizmi? Mana o'zingiz fikringizni ayting. Ular shunga qarata murojaat qilsa, bizga yaxshi bo'lar edi. Nogironlik aravachasida bo'ladimi, yo'qsa qo'ltiqda yuradimi? O insonlarda ham aybi yo'q, ular ham baxtli bo'lishga haqqi bor. Yaxshilab o'ylab ko'rib, bir qarorga kelib, balkim buni ham Alloh qalbimga solgandir. Hamma narsaga Alloh o'zi bandasini ko'yliga soladi. Bekordan bekor bu YouTube'ga chiqishim, bu fikrlarim bekordan bekor emasdir. O'zingiz keldingiz. Sizni hech kim majburlagan? Hech kim majbur qilgan yo'q. Alloh shu narsani ko'nglimga soldi, qalbimga soldi. Shu kelishni birontadan eshitdingizmi? Qanday kelib qoldingiz bu yerga? Endi mana bu oldingisini aytyapman. Mana bu yerga kelmasingizdan oldin. Shu YouTube tarmog'ida, Instagramda avvallari tomosha qilganman, ko'rganman. Shu yana bir ko'ray deb kirgandim. Xullas to'ylarni ko'rdingiz. Keyin bitta qarorga kelib, shu yergacha yetib keldingiz. Shu yergacha yetib keldim. Bu murojaat jiddiy murojaat bo'lyapti. Hamma insonlar qatori baxtli bo'lishni xohlayman. Turmushga chiqadigan insonimni baxtli qilib, chin ko'ngildan xizmatini qilib, roziligini olish. Hamma ayollar qatori baxtli bo'lishni xohlayman. Yolg'izlik faqat Allohga, bandasiga emas. Do'stlar, ko'ryapsizlar, ozgina hayajon bor. Shu yerda sizlar bilan xayrlashamiz. Agar tengi chiqsa, tengi chiqdi deb o'sha video chiqaramiz. Haligacha o'z tengi chiqqani yo'q. O'sha bizga murojaat qilgan insonlarga nimaga turmushga chiqmadingiz? Shunga savol bering, keyin mayli xayrlashamiz. Murojaat qilgan insonlar yoshi katta insonlar ekan, 50, 55, 60, 65 yosh atrofida. Unday yoshi katta insonlar bo'lmaydi, bir dunyo qarashi, fikrlashi boshqa bo'ladi. O'ylab qarasam, otam tengi, dadam tengi insonlar bo'lgani uchun baribir hamma o'z tengiga turmushga chiqqani ma'qul deb o'ylayman. Xafa bo'lmasliklarini so'rab qolaman. Do'stlar, mana o'zlarining fikrlarini aytayapti. Hammalaringiz agar to'g'ri tushungan bo'lsangiz, ota-onalaringizga rahmat. Telefon raqamini aytib o'taman. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga albatta Telegramga video jo'natasizlar. Qolgan gaplarni keyingi efirlarda gaplashamiz. Xullas, hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilab, keyingi videolarda ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr, sog' omon bo'linglar.